Mana buni shamollagan limfa tugunda, Abror. Bu shamollagan limfa tugun. Mana bu limfa tugunning anatomiyasini mendan ham yaxshi bilasiz. Loviyaga o'xshagan narsa bo'ladi. Ichida serdichkasi bor. Serdichkasi bor. Mana bu ustidagisi mana bu parenximasi. Mana atrofdagisi. 17 ga 6 bu 10 tomondan boshladi bir chekkadan. Vaskulyarniy limfa tugunlar ko'pincha pochkaga o'xshagan yoki loviyaga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Endi ana BTLlari bor. Onkologiya uchraganlari dumaloq bo'lib qoladi. Dumaloq bo'ladi-da, endi u ham 100% narsa emas u. Endi biz uchun ozgina kriteriy bo'ladigan narsa. 24 ga 8 va mana bu markaziy qismidagi mana bu serdichkasi bor-ku, xuddi pochkaning allaqanday sistemasiga o'xshagan. O'sha narsa yo'q bo'lib ketadi. Qop-qora bo'lib dumaloq bo'lib qoladi. Endi bu vaskulyarniy limfa tugun. Endi ba'zilari bo'ladi. Hozir bu yetimizda ko'rsatib ketaman. Mana bu hozirgi ko'rsatganim svejiy shamollagan. Men ham shamollagan, lekin bu o'rtacha intensivlikdagi shamollash. 14 ga 7. Mana bunisi. Bunisi katta, bu ham bor, o'rtacha. Bir-biriga solishtirsangiz, haligi mutanosiblik saqlangan. Endi boyagi anaqaganimizda qaniydi? Mana bunimizni solishtirsa, keyin endi ozgina santimashlar tajriba qilamiz. Bunisini solishtirsa, ko'rasiz. Mana bu mag'iz qavati qalindi, mana bu ichidagi qavati yupqa. Bu kuchliroq shamollagan. Buni mana bunaqa matahimiz bor, doktor degan. Shunday undab qo'ysangiz, qaniydi? Limfa tuguning qochib ketib qolmadimi? Tak. Bunda mana kravatok ancha yuqori. Mana bunda ham kravatok chiqish kerak-ku, lekin nargindan ko'ra kravatok kam. Faqat mana darvozasining o'zida kravatok bor, u darvozasida ichkari kirib ketyapti. Mana. Xuddi pochkaga o'xshab, tomiri ichkari kirib ketyapti. Darvozasining o'zida bor. Bu o'rtacha shamollash kerak. Endi eski limfa tugunlar ham kuchlidir. Uni davolamang, baribir ketmaydi u. Sal katta, sal kichikroq bo'lishi mumkin, u yo'qolmaydi. Mana bu ham boyagidagi o'rtacha shamollashdagi. Ko'rki va medulyarniy diferensiatsiya deydi, saqlanib turibdi-da. Bular endi vaskulyarniy limfa tugunlar. Ba'zilarda vaqti yo'qolib ketib qoladi. Qop-qora bo'lib qoladi. Unda o'ta aktiv shamollash, aktiv ketyapti degani. 23 ga 5. Endi однородный, неоднородный degan narsani bu ishlatib bo'lmaydi. Неоднородный bo'lsa, o'sha yoshi yinglab ketganmi bir narsa bo'lish kerak-da bu. Ana unda o'sha неоднородный desa bo'ladi u. Neodnarodiy deganni o'zi o'tda noto'g'ri-da, yinglab ketib qolish kerak. 12 ga 5 yana bitta. Hozir eskilardan bo'lsa, hozir eskilardan ham ko'rsatamiz. Mana bu ham limfa tugun. Bu ham o'rtacha ketyapti. Sal bir-biridan farqi bor boygindan. Bunda ham o'zi razmeridan ham ko'rinib turibdi. Shamollashi boygilarga nisbatan aktivroq. 20 ga 6. Mana buni ko'rinishi o'rtacha. Bu ham shamollagan. O'rtacha. Bo'lamaydi. Mana bu ham shamollagan. Ko'rasiz, o'rta qismi o'sha sal farqi bor. Boyagini ko'rinishidan. Qani boyagimizda. Ichidagi fizik o'zgarganmi? Mana bu ham, mana ko'ryapsiz, buni ham razmeri katta emas. Lekin kichkina bo'lsa ham, bunda ham mana struktura boyagidan farqli. Bunda ham shamollash normal ketyapti. 12 ga 5. Chunki biz masalan ko'rganimizda o'sha mana qarang buni ko'rinishini va qani boyagimizda mana buni ko'rinish. Bu ham limfa tugun, bu ham limfa tugun, ana bu ham limfa tugun. Hammasi har xil etapda ketayotgan shamollashdi. Bittasi aktiv fazada ketyapti, bittasi eski limfa tugun qotib qolgan. Mana bu limfa tugun ancha eski limfa tugun. Ancha qotib qolgan. Bunga ahamiyat yo'q bizga. O'sha qotib qolganda bular. Vaskulyarniy hisobiga vaskulyarniy bo'lib o'sha qurib bo'lishib qolgan limfa tugun. Mana bunaqalari, mana bular o'sha ancha aktiv fazada ketayotganlari. Mana buni ham qarang. Bu ham aktiv fazada ketayotgan limfa tugun. Razmeridan ham boshqasidan ham ko'rinib turibdi. Qanday yana